Ikkinchi tipli qandli diabetda keng qo'llaniladigan dori vositalaridan biri bu metformin hisoblanadi. Ikkinchi tipli qandli diabetga chalingan bemorlarda insulin rezistentligi bo'lganligi hisobiga glyukoza reabsorbsiyasi bo'lmaydi va qonda glyukoza miqdori ko'payib ketadi. Va bunday bemorlarga metformin qo'llanilganda metformin jigar hujayralariga ta'sir qilib, jigar hujayralarida glyukoneogenez jarayonini sekinlashtiradi va glyukoza qonga chiqishini kamaytirib beradi. Natijada qonda glyukoza miqdori kamayadi. Ichak hujayralariga ta'siri. Ichak hujayralariga ta'sir qilib, glyukoza tashuvchi kotransporterlar ishini sekinlashtiradi. Mana bu qismni ichak bo'shlig'i deb oladigan bo'lsak, mana bu qism enterosit hujayralar va mana bu qism qon. SGLT1 ichakdan hujayraga glyukozani olib kirib beradi. Hujayradan esa GLUT2 yordamida qonga chiqadi. Endi metformin berilganda mana shu kotransporterlarga ta'sir qilib ishini sekinlashtiradi va ichakda glyukoza miqdori ko'payadi. Qonda glyukoza miqdorini kamaytirib beradi. Mushaklarga ta'siri. Normada insulin retseptorga bog'lanib GLUT4 ni membranaga chiqaradi va qondan glyukozani hujayralarga olib kiradi. Ikkinchi tipli qandli diabetga chalingan bemorlarda retseptor insulinni tanimasligi hisobiga GLUT4 membranaga chiqmaydi, glyukoza hujayraga kirmaydi. Metformin qo'llaganimizda metformin retseptorni insulinni retseptorga tanitadi va birikishini ta'minlab beradi. GLUT4 membranaga chiqadi va qondagi glyukozani hujayraga olib kiradi va qonda glyukoza miqdori kamayadi. Shu tariqa metformin qondagi glyukoza miqdorini nazorat qilishda yordam beradi.